Hurmatli yurtdoshlar, mana shu video sizlar uchun foydali bo'ladi deb o'yladim. Telegramdan kelgan noma'lum istochniklardan kelgan APK расширенияli fayllarni har doim o'chirib tashlashni tavsiya etamiz. Sababi bular APK расширение bilan o'zi aslida Play Marketdagi siz foydalanayotgan ilovanlaringiz APK расширенияli bo'ladi. Aslida bu ham ilova. Endi Telegramdan kelganini o'zi maqsadi o'ziga ayon, lekin ochib buni nima ekanini qiziqib o'tirmaymiz. Buni APK aslida bu faylni familiyasi bo'ladi. Har bitta faylni o'zini расширение familiyasi bo'ladi. Именно APK bu приложение, ilova. Boshqa misol keltirib o'taman. Oddiy misol. Mana bu yerda PDF bor, Doc bor, Excel SX bor, JPEG bor. PDF bu PDF fayllar, ya'ni Adobe Premiere adashmasam shunaqa edi. Doc bu Microsoft Word ishlatadigan расширенияli fayl bu. Excel X bu Microsoft Excel ishlatadigan fayl bu. JPEG bu oddiy rasmlar. Undan tashqari MP3, MP4 bo'ladi. MP3 bu muzika, MP4 bu video расширение. Endi unaqacha bir chuqurlashib ketmaymiz. Именно mana APKlar Telegramdan kelayotgan bular ilova bular aslida. Yaxshi maqsadda qilinmagan ilovalar. Sud qarori deb kelibdi mana. Albatta buni ochgandan keyin akkauntingizni o'chirib boshdan yoqishingiz kerak. Hammaga tarqab ketadi shu narsa. Yoki boshqacha misolda haligi bu yerda sizni yalang'och suratingiz bo'lishi mumkin deb keladi. Ishoning, bunaqa fayllar ichida sizni yalang'och suratlaringiz bo'lmaydi. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.